Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdırşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayı bilan Qurultay tərkibidəki Uyğur Demokratiya və Kişilik Hüquq Mərkəzi tərəfindən tayarlanğan Xitayning Uyğurlar qaratqan chegara halqan bastırış siyasəti haqqındakı çoğ həcmlik tekşiriş doklati 7 avgust günü bu iki təşkilatның tor betida e'lon qilingandan keyin kuchlik inkas qo'zg'adi. Jami 37 bet 6 paragrafdan tarkib topgan mazkur doklad tunji bo'lib 5 avgust günü chaqirilgan Dünya Uğur Qurultayı umum vakillar tor yig'inida har qaysi ellardagi qurultay vakillariga tanishtirilgan edi. Qurultay reisi Dolqin İsa əpəndim məzkur doklad haqqında toxtulub, bu dokladda Uyğur davası bilan şug'ullanayotgan faoliyatchilarga bo'layotgan besim va bu besimning shakllari tafsili o'rin olib qolmasdan, Uyğur faoliyatchilarining bu besimdan qandoq o'zini qo'g'dab qilish to'g'risidagi tadbirlarga o'rin berilgan. Biz uchun nayt muhim bir doklad. Şoň bu dokladni aldymyzdaki günlerde Uyg'urcha bilan türkçeге tarjim qilib tarqatmoqchimiz. Mazkur dokladni Qurultay markaz organi bilan birlikda tayyorlagan Markaz Berlindagi Uyg'ur Demokratiya va Kişilik Hüquq Tashkilotining raisi Zumratay Erkin doklad to'g'risida ma'lumot berib mundaq dedi. Bu doklad hozir dunyoning har qaysi joylarida, bo'libmi Yevropa ellarida faoliyat qilayotgan Uyg'ur, Tibet, Xitoy va Hong Kongluk faoliyatchilarning Xitoyning ig'ir besimlarga uchrayotganligi, hatto o'zlarining uydagilarning besimga uchrayotganligi to'g'riliq material to'plab yozib chiqildi. Bu dokladni tayyorlash uchun Uyg'ur faoliyatchilarini asos qilgan holda nurg'un odam bilan suhbat o'tkazdik. Oxirida mazkur dokladni biz taklif qilgan mustaqil bir tadqiqotchimiz yozib chiqdi. Zumratay Erkin dokladning mazmun to'g'risida ma'lumot berib munlarni dedi. Yevropa faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur faoliyatchilarini ziyorat qilib, ular duchor bo'layotgan real tehditlarni misol qilib turib, mushundaq besimga uchrayotgan vaqtda qanday qilib faoliyatlarini bexatar ilib bora oladi, o'zlarini Xitoy besimidan qanday saqlab qola oladi. Bu mazmunlarni cho'r degan holda bu doklad yozib chiqildi. Uyg'ur faoliyatchilar boshqa davlatlarga safarga chiqsa nimalarga diqqat qilish kerak? Qaysi davlatlar Uyg'urlar uchun bexatar, qaysi davlatlarga berish xatarlik? Bularning hammasi dokladda xaritalar orqali ko'rsatib berildi. Zumratay Erkin ta'kidlab mundaq dedi. Davlat halqan besim degan nima deganimizda, Xitoyning har xil yo'llar bilan dunyoning har qaysi joylarida faoliyat ilib berayotgan faoliyatchilarga va ularning ota-onasi va urug' tuqqanlarga besim ishiltishidir. Biz bu dokladda Yevropada turayotgan 20 atrofida faoliyatchi bilan suhbat ilib berish orqali material to'plab, bu xil besimlarga qanday qarshi turishimiz kerakligini o'ttirib qo'yib o'tdik. Yuqorqi dokladda Xitoyning chegara halqan bostirish siyosatiga qarshi diasporadagi butun Uyg'urlar safarbarlikka chaqirilgan bo'lib, xalqaro organlardan Uyg'urlar yashayotgan har qaysi ellarning hukumatlaridan Xitoyning yuqorqidagi razil siyosatiga qarshi jiddiy cheklash va qonun tadbirlarini yo'lga qo'yish talab qilingan. Xitoy hukumati Uyg'ur irqi qirg'inchiligini rad qilib, chet elga Xinjiangning hikoyasini yaxshi so'zlashda yana bir qatimliq diplomatik hujumga o'tgan. Xitoy taratqullarining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumati bu qatim 3-dunyo ellarining Beijingda turishliq bosh elchi va diplomatlaridan 25 kishini Sharq Turkistonning Urumchi, Qashqar qatorliq joylarda ziyorat bo'lishga tashkillagan. Xinhua agentligining 5 avgust kuni Urumchidan bergan xabarida Xitoy tashqi ishlar ministrligi tomonidan tashkillangan bu ziyorat o'migining Dominika, Berma, İran, Pakistan qatorliq 25 davlatning Beijingda turishliq elchilaridan tashkil topganligi. Ziyorat o'mikining Urumchi, Aqsu, Qashqarda ziyarati bo'lib, atalmish Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotiga naq maydonda shohid bo'lganligi ta'kidlangan. Bu ziyorat Xitoyning bu yil kirgandan buyon bo'libmi bu yil 5-oydan beri uning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat sodir qilayotganligiga doir ayblashlarni rad qilib, G'arbning atalmish Xinjiang munosabatlik masalalarga tuhmatlarga qarshi qo'zg'agan Xinjiangning hikoyasini yaxshi so'zlash harakatining yangi bir pallasi deb qaralmoqda. Xitoy hukumati bu yilning boshlarida bir qism Afrika davlatlarining Beijingda turishliq bosh elchi va diplomatlarni Sharq Turkistonga ziyoratga tashkillagan. Yaqinda Xitoy yana orqa-orqadan Arab ittifoqi vakillari o'migi, Pokiston diniy vakillar o'migi, Turkiya va Bangladesh axborot vakillari o'maklarini ziyoratga tashkillagan. Xinhua agentligining bildirishicha, bu qatim 25 davlat bosh elchilarining vakillar o'migi 31 iyuldan 4 avgustgacha ilib borgan rayondagi 5 kunlik ziyoratida Urumchidagi terrorlikqa qarshi turish va radikallikni tugutish ko'rgazmasi, Urumchi xalqaro quruqlik porti rayoni, Hetka jamiyasi, Qashqar Universal bojsiz rayoni qatorliq joylarda ziyoratda bo'lgan. Ziyorat jarayonida Pokiston diplomati Ijoz Ahmad Xinhua agentligiga biz Xitoy bilan davomli hamkorlashib terrorlikqa o'rtaq zarba beramiz degan.
Halbuki Amerika amaldorlarining aytishicha, chet el diplomatlarining Sharq Turkistondagi bu xil ziyorat faoliyatlari yuqori saviyada pardozlangan ekan. Xitoy Amerikaning va Yevropa Birligining Sharq Turkistonda mustaqil xalqaro tekshirish ilib berish chaqiriqlarini izchil rad qilib kelmoqda. Yana ba'zi siyosiy kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy hukumatining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini rad qilib, chet elga Xinjiangning hikoyasini yaxshi so'zlash harakatini uzluksiz kuchaytirishidagi yana bir muhim sabablarning biri BDT kishilik huquq kengashining kelar yili 1-oydan 2-oygacha o'tkaziladigan 45-qatimliq yig'ini uchun xalqaro jamoat fikri hozirlash bo'lib, bu yig'in ham Uyg'urlar uchun, ham Xitoylar uchun intayin muhim. Chunki yig'inda Xitoyning 4-qatimliq qarorlik kishilik huquq xotirasi ko'rib chiqiladi. BDT kishilik huquq kengashi har 5 yilda bir qatim BDTga a'zo davlatlarning kishilik huquq xotirasini ko'zdan kechirib chiqadi. Oxirgi qatim 2018-yili kishilik huquq xotirasi haqida BDTda hisob bergan Xitoy hokimiyati BDT kishilik huquq kengashining kishilik huquq xotirasini ko'zdan kechirish yig'inlarida G'arb diplomatlari, BDT mutaxassislari va kishilik huquq tashkilotlarining Uyg'urlar haqidagi keskin tanqid va savollarga duch kelsimi, bu tanqidlarni davomli rad qilib, BDT mutaxassislarining savollariga javob berishdan o'zini qochirib kelmoqda. Shundaqli Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish ilib berish talablarini rad qilmoqda. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu yil 22-iyul kuni BDT kishilik huquq kengashiga Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlari yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlari tafsili bayon qilingan 25 moddalik doklad sunib, BDT kishilik huquq kengashining kelar yili 1-oydan 2-oygacha o'tkaziladigan 45-qatimliq yig'inda Sharq Turkistonda ilib berayotgan jinoiy qilmishlar uchun Xitoydan hisob so'rashni talab qilgan edi. Kuzatuvchilarning qarashicha, bu yig'inda Uyg'ur masalasi haqida qaror qabul qilinish ehtimoli nihoyat yuqori. Xitoy taraf hozirdan boshlab BDTda o'zini oqlashning ko'yiga tushgan. Atalmış Uyghur Abnum rayonunun reisi Erkin Tunyaz 6 avgust yakshanba kuni Qozog'istonning Olmaota oblastining boshlig'i Marat Sultangaziyevni G'o'lji shahrida kutib olib, Xitoy Qozog'iston munosabati mangulik universal strategiyalik hamkorligining yuqori saviyasiga yetganligini aytgan. Erkin Tunyazning Marat Sultangaziyev bilan Urumchida emas, nima uchun alaytan G'o'ljiga berib ko'rishning sababi ma'lum emas. Lekin Xitoy hukumatı Qozog'iston bilan Shanxay hamkorlik tashkilotini qurib, strategiyalik sheriklik munosabatini cho'nqurlashtirgandan beri Sharq Turkistondagi qozoqlarning o'rnini ma'lum ravishda yuqori ko'targanligi ma'lum. Ammo 2017-yil boshlangan cho'ng tutqunda qozoqlardanmi nurg'un kishini lager va turmalarga qamagan. Halbuki Qozog'iston hukumatı buning qarta Xitoyni oshkora tanqid qilishdan izchil o'zini qochirib kelgan. Hatto qisman qozoq fuqarolarga siyosiy panohlik berishni rad qilgan edi. Navbatda Marat Sultangaziyevning Sharq Turkistonda ziyarati bo'lishining haqiqiy maqsadi va kun tartibi ma'lum emas. Lekin Xinjiang gazetining xabarida qayd qilinishicha, Erkin Tunyaz 6 avgust uning bilan ko'rishganda Marat Sultangaziyevning bu ziyoratda ikki tarafning port qurilishi, zamonaviy dehqonchilik, madaniyat sayohati, mal oburti, shahar qurilish qatorliq sohalardagi hamkorlik va almashtirishni texnik kengaytirish va cho'nqurlashtirib, yangi davrdagi Xitoy Qozog'iston o'rtaq taqdirdoshlik hamkorligini shakllantirishga texim ko'p to'p qo'shishni umid qilaman deb ko'rsatgan. Xitoy taratqularida Marat Sultangaziyevning buning qarta Xinjiang bilan bo'lgan har qaysi sohalardagi almashtirish va hamkorlikni aktivlik bilan kuchaytirib, ikki taraf hamkorligini yangi bir saviyaga ko'tarishni olg'a surdiganligini aytganligi ta'kidlangan. Qozog'istonning Olmaota oblasti Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan rayonlarning biri bo'lib, atalmış Uyg'ur Abnum rayonining raisi Erkin Tunyaz bilan Olmaota oblastining boshlig'i Marat Sultangaziyevning tuyuqsiz G'o'ljida ko'rishishi Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Sharqi Janubiy Osiyodagi eng chong masjid hisoblanadigan Jakartadagi Istiqlol masjidining imomi Indoneziya Diniy ishlar ministrligining muavin ministri Nasruddin Ömer 4 avgust Sharq Turkistonda ziyarati bo'lganda Xitoyning Uyg'urlar qarta ilib borgan irqiy qirg'inchiligini qoyil qilarlik so'z emas deb ko'rsatgan. Xitoy taratqularning qayd qilishicha, Nasruddin Ömer bu ziyoratida atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partkom sekretari Ma Shungrui va Uyg'ur Abnum rayonlik hukumatning raisi Erkin Tunyazning kutilishiga erishgan bo'lib, Xinjiang gazeti uning yuqorqi so'zini 4 avgust ular bilan ko'rishganda aytganligini bildirdi. Indoneziya ilgari BDT kishilik huquq kengashida Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlarining Uyg'ur vaziyatini tekshirish taklif loyihasi ovoz qo'yilganda uning qarshi ovoz bergan davlatlarning biri bo'lgan. Sharqi Janubiy Osiyodagi eng chong masjidning imomining Sharq Turkistonda ziyarati bo'lib, irqiy qirg'inchilikni qoyil qilarlik so'z emas deyishi, musulmon dunyosining Uyg'ur masalasidagi pozitsiyasini aytganda kishini cho'nqur o'yga soldigan taraqqiyot deb qaralmoqda. Tig'i o'tgan haftada Malayziyadagi bir tadqiqot o'rni Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning jiddiy boshliqlar yig'ini chaqirib, Uyg'ur masalasini muzokara qilish va uningga maxsus vakil tayinlashni talab qilgan edi. Albatta, Nasruddin Ömerning yuqorqidagi bildirlashlari chet ellardagi Uyg'urlarning va kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Xinjiang gazetining 5 avgustdagi xabarida qayd qilinishicha,
Uchrashishda Ma Xingrui Şinjan partiyaning yangi davrdagi Şinjanning boshqarish strategiyasini to'liq va to'g'ri yo'l qo'yib, jamiyatning umumiy muqimligini saqlab, iqtisodning gullanishi va taraqqiyotini ilgari surdi degan. Şinjan gazetining xabarida Nasriddin Ömerning Ma Xingruyning so'ziga qarata Xitoy madaniyati azaldan kishilarni asos elishni tashabbus qiladi. Xitoyning uzundan buyon hayotlikni va insoniyatni hurmatlash an'anasi bor. Şinjandagi atalmış irqiy qirg'inchilik to'g'risidagi yolg'on so'zlar qoyil qilarliq emas deganligi ta'kidlangan. Imom Nasriddinning ziyorati Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qilishda keng qanot yoydirayotgan Şinjan hikoyasini yaxshi so'zlash harakatining bir partiyasi deb qaralmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.